Homiladorlik va tug'ruq ayol salomatligini parcha-parcha qilib tashlashini bilarmidingiz? Tug'ruq vaqtida ayol kishi organizmidan 500 ml qon yo'qotadi. Tug'ruq vaqtidagi og'riq esa birdaniga 20 ta suyakni chirsillab sinishidagi og'riqqa teng bo'ladi. Homiladorlikda ayol organizmida 9 oy davomida homila o'sadi, rivojlanadi. 3,5–4 kilo tana vaznni yig'ish uchun esa homilador ayolning organizmidagi butun depo sarflanadi. Shu vaqtda ayol organizmida qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, homilasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Farzand dunyoga keltirish shu qadar og'riqli va mashaqqatli bo'lishiga qaramasdan, opa-singillarimiz nega homilador bo'lishni va ona bo'lishni orzu qilishadi deb o'ylaysiz? Chunki onalik bu baxt, farzand esa Allohning mo'jizasi. Qani edi hurmatli erkaklar bu holatni naqadar mashaqqatligini his qilishganda edi, homilador ayollarga ko'proq mehrli va e'tiborli bo'lishardi.